hozirgi sertifikatlar ham xuddi shunga asoslangan formula orqali chiqadi. Assalomu alaykum. Demak, bugungi videomiz DNKda formula, ya'ni 3-2-1 formula orqali vodorod bog' berilgan, nukleotid foizi berilgan tez va oson usuli orqali ishlash. Xo'p. Demak, masala sharti DNKda jami vodorod bog'lar soni 1080 tani tashkil qilib, adeninlar jami nukleotidning 30% ni tashkil qilsa, demak, shu DNKning uzunligi, ya'ni nanometr uzunligini toping. Demak, adeninlar 30%, timinlar ham 30% bo'ladi. Demak, bizda purinlar 50% bo'lsa, kuni 30% adenin bo'lsa, 20% guanin. Demak, mana bu yerdagi sitozin ham 20%. Xo'p. Demak, bizning 3-2-1 formulamiz. 3-2-1 formulamizda, demak, 3 ta vodorod bog'lar soni yoki foizi, 2 da DNKdagi jam nukleotid soni yoki doimo 100%. Sabab DNKda jam nukleotid doimo 100% bo'ladi. 1 da guanin yoki sitozin soni yoki foizi. Mana shu guanin yoki sitozin foizi va vodorod bog'lar foizi o'zgaruvchan. Lekin mana bu yerdagi 100% o'zgarmaydi. Nimaga? Sabab masala shartiga qarab mana bu yerdagi guaninlar foizi o'zgarib borishi. Mana o'sha guaninlar foizi o'zgarsa, mana bu vodorod bog'lar foizi ham shunga qarab o'zgaradi. Xo'p, demak bu yerda 3-2-1 nimaga 3, nimaga 2, nimaga 1? Buni birinchi eshitadigan odam tushunmaydi. Xo'p. Demak, bu yodlash usuli qulay bo'lishi uchungina ishlatganmiz. Ya'ni 3 dan 2 ni ayirsak 1 kelib chiqadimi? U degani 3 vodorod bog'lardan 2 jam nukleotidlar soni ayirsak guanin yoki sitozin kelib chiqadi. Demak, DNKda vodorod bog'lar sonidan nukleotidlar soni ayirsak guanin soni kelib chiqadi. 3 minus 1 2 kelib chiqadi. 3 dan 1 ni ayirsak 2. Nima degani u? 3 bu vodorod bog'lar, 1 bu guaninlar soni ayirsak DNKdagi jam nukleotidlar soni kelib chiqadi. 2 plus 1 jam nukleotidlar soniga guaninlar sonini qo'shsak, ya'ni 3 vodorod bog' kelib chiqadi. Nimaga 3 vodorod bog'da turibdi desa, bu yodlashni mana bu formula qulay usuli. Sabab DNKda bizda jami nukleotidlardan vodorod bog'lar soni doimo ko'p bo'ladimi? Shuning uchun mana shu uchalasini ichidan yodlab turganimiz esa eng ko'pi 3. Shuning uchun 3 ga vodorod bog'ni joyladik. Uchalasini ichida eng kam son nima bo'ladi? Guanin yoki sitozin sonimi? Ana o'sha uchun eng kami 1 bo'lgani uchun guanin sonini 1 ga joyladik. Demak, 2 jam nukleotid bo'ladi. 3-2-1 formula shunday. Mana shu formulani yaxshiroq o'rganib olgan odam qiynalmay, hozirgi sertifikatlar ham xuddi shunga asoslangan formula orqali chiqadi. Ko'p odam 2 noma'lum tuzasam, 1 noma'lumda chiqadi deb chiqadi-yu. Mana o'sha paytda mana shu formula ishlab qoladi. Demak, mana bu yodlash usuli uchun 3-2-1 formulasi. Xo'p. Demak, masala shartiga qaytamiz. Demak, bizda vodorod bog'lar 1080 ta ekan, adenin 30%. Demak, bizda 100% jam nukleotid, guaninlar 20%. 100% ga jam nukleotid foiziga guanin foizini qo'shsak, vodorod bog' foizi kelib chiqadi. Ya'ni 120%. Demak, 120%imiz vodorod bog'lar, ya'ni 1080 taga teng bo'lsa, 100% nechiga teng bo'ladi? Demak, 900. Demak, jam nukleotid 900 bo'lsa, shuni 0.17 ga ko'paytiramiz. Sababini aytganman. 0.34 ga ko'paytirish uchun mana buni yarmiga ko'paytirish kerak. Shuning uchun ko'p abituriyentlar adashib ketadi. 900 ni to'g'ri 0.34 ga ko'paytiradi. Shuning uchun men ko'pincha 0.17 ga o'rgatganman, shunda to'liqroq javobi chiqadi. Demak, 900 ni 0.17 ga ko'paysa 153 degan javob bo'ladi. Demak, 3-2-1 ham tushunarli bo'ldi. Mana tushunmasangiz qayta so'rashingiz mumkin.